حب من أول حياته همي اللي كتر خيرها داب. Alo. 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 Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Hanifaxon opa bilan bog'landikmi? Hanifaxon opa bilan bog'landikmi? Ha? Opajon yaxshimisiz? Salomatmisiz? Yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum. Opajon, men zo'r bezovta qilib qo'ydik. Avvalambor bugungi shukrona kuningiz, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Eng avvalo mehribon farzandlaringiz, oilangiz baxtiga hamisha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana shunday xursandchilik kunlar sizni aslo tark etmasin, yoshingizga yoshlar qo'shilsin. Allohim go'zal umringizni ziyoda qilsin. Rahmat. Biz sizni ayni daqiqalarda Telegram ijtimoiy tarmoqlaridagi maxsus tabrigi loyihasidan bezovta qilmoqdamiz. Bugun bizning loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'radigan eng aziz, mehribon insonlaringiz tomonidan ajoyib bo'lgan tabriknomalar yetib kelgan. Opajon, nima deb o'ylaysiz? Shunday muhim xursandchilik kunda sizni g'oyibona tarzda tabriklamoqchi bo'lgan insonlar kim bo'lishi mumkin? Taxmin qilib ko'ra olasizmi? Yo'q. Opajon, bilasizmi, bugun bizning loyihamizga murojaat qilib siz uchun eng go'zal tilaklarni yo'llagan insonlar mehribon farzandlaringiz Fayoziddin, Anvaroy, Farruxjon, Shirin, hammalari qolaversa 12 nafar mehribon nabiralaringiz o'zlarining eng go'zal tilaklarini siz tomon yo'lladilar. Rahmat. Salomat bo'ling. Agarda qarshi bo'lmasangiz, birozgina qimmatli vaqtingizni olamiz-da. Mehribon farzandlaringiz nomidan kelgan ushbu tilaklarni sizga baholi qudrat o'qib eshittirsak maylimi? Mayli. Sog' bo'ling ilohim. Assalomu alaykum, nur yuzligim, shirin so'zligim, poylari jannatligim. Xonadonimizning fayzli farishtasi bo'lgan biz farzandlar uchun bir necha yillar mobaynida buyon onalik vazifasini juda ham a'lo darajada bajarib kelayotgan mehribona, mehridaryo onajonim. Sizni bugungi payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukrona kuningiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Onajon, bugun sizning tug'ilgan kuningiz, bu dunyoga kelganligingiz, bizga mehribon ona bo'lib, hayotimizni go'zal nur ila yoritganligingiz uchun ham sizga ming bora tashakkurlarimni izhor qilaman. Siz borsizki, biz doim baxtlimiz, xotirjammiz. Hamisha hardam mana shunday ko'zlarimizni quvnatib, qalbimizning qo'rida, uyimizning to'rida go'zal duolaringiz ila boshimizda soyabonimiz bo'ling. Onajonim, doimo shunday go'zal farishtadek yuzlaringizdan, mehr to'la ko'zlaringizdan, Alloh degan shirin zabonlaringizdan tabassumlar, shukronaliklar hech qachon arimasin. Doimo Allohimning zikrida, shukrida bo'lib yuring. Alloh bergan umrni Allohimning go'zal ne'matlari ichida o'tkazing ilohim. Onajon, har tong uyg'onib, qibla tomon yuzlanib, qo'llaringizni kaftga ochib, Allohimdan ya Robbam, farzandlarimni o'zingga topshirdim. Yo'ldagi yomonlardan, balolardan o'zing asragin. Bag'rimga sog' salomat qilib qaytargin. Farzandlarim ham xuddi men kabi bolalarini baxt va kamolini, orzu havaslarini, rohatlanib ko'rib yurishlikni hammalariga nasib etgin ilohim deya qilayotgan mana shunday go'zal duolaringiz sababli ham Allohim biz farzandlaringizni o'z panohida asrab avaylamoqda. Onajonim, bu dunyoda ko'rganingiz Makkatulloh bo'lsin, chin dunyoda ko'rganingiz jannat bog'lari bo'lsin. Hammaga orzu bo'lgan umra haj safarlariga borishlik, Ka'batullohni tavof qilib, hojona bo'lishlik vaqti tez kunlarda sizga ham nasib qilsin ilohim. Baxtimga salomat yuring dunyoda. Boshingizda doim bo'lay parvona,
sizdek mehribon yo'q sizdan ziyoda, tug'ilgan kuningiz muborak ona deya o'zlarining ajoyib tabriknomalariga yakun yasaganlar. Rahmat. Salomat bo'ling ilohim. Opajon, ayni daqiqalarda siz bilan bo'layotgan ushbu suhbatimiz loyihamiz tomonidan esdalik uchun yozib olinmoqda va bir necha soniyalardan so'ng farzandlaringizni shaxsiy telefonlariga yuboramiz. Agarda sizning ham mehribon farzandlaringizga yuragingizdan aytar so'zlaringiz bo'lsa, ayni damda bildirib o'tishingiz mumkin. Farzandlarim boshimda sog' salomat bo'lsin. Katta ikkita qiz, ikkita o'g'lim bor. Xudo ular menga nima qilib tabriklayapti. Bularga Xudo mingini bersin, iloyim ishlariga muvaffaqiyat, hamma vaqt nevaralarim hammalari boshimda sog' salomat yurishsin. Ilohim, Allohim doim shunday go'zal duolaringizni ijobat aylasin. Bizning ijodiy guruhimiz ham yana bir bora tavallud ayyomingiz bilan samimiy muborakbod etamiz. Sizga dunyodagi eng go'zal oilaviy baxtni tilab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazib oling. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning durisiz, olam aro mehrda onalar mashhurisiz. Siz bor hayot boshqacha, unda yashash boshqacha. Siz duolar qilsangiz omad kular boshqacha. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening,